Shunday imkoniyat bo'lsa, bolalikni qaysi davraga chipta olardingiz? Men to'g'risini aytaymi? Bitta ovqatni rosa sog'inganman, ochig'i. Lag'mon, onam qiladigan lag'monni. Birinchi marta men bu ovqatni shirin bo'lishini o'sha hali maktabga chiqmagan vaqtimda tushunib yetganman. Keyin doim men katta bola bo'lib qolganimda ham onamga shu lag'mon degan gapni aytmasdimda, laganga solinadigan ovqat qilib bering dedi. Men shu ovqat yegim kelyapti. O'sha davrga qaytish xohlagan bo'lardim. Bitta xohish o'sha bolalik davri o'sha. To'g'risi. Buni hech kim qilib bera olmadi shu paytgacha. Rosa ko'p harakat qilib uydagilarga aytdim. Bilmadim, chiqmayapti. Uni go'shi ham yo'q edi ovqat. Lekin bilmadim.